Toshkent viloyati Zangiota tumani Nayman ko'chasida xizmat olib borayotgan vaqtimizda ushbu transport vositasini voyaga yetmagan shaxs boshqarib ketayotganligi sababli to'xtatdik va hujjatlarni tekshirish jarayonida aniqlik kiritish maqsadida ushbu haydovchini yoshini so'raganimizda haydovchi voyaga yetmagan shaxsligi, yoshi 13 taligi aniqlandi va transport vositasi o'rnatilgan tartibda jarima maydoniga olib kelindi. Ushbu haydovchiga nisbatan, ushbu bolaga nisbatan o'rnatilgan tartibda ota-onasiga nisbatan chora ko'rilmoqda. Nima sababdan ushbu transport vositasini nima majbur qildi mashina haydab chiqishga o'taga? Ishga tortdim. To'g'ri. Keyin qaytishda haydab kelasan. Sizga haydab kelasan deb berdilar kalish, to'g'rimi? Shu sababli boshqargan. Mana tog'alari o'z qo'llari bilan kalitni berib, ishga ketayotgan vaqtida haydab kelasan uyga deb bergan ekanlar. Tog'alariga nisbatan ham o'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi.